Ota-onangizni norozi qilganmisiz? Biror ish qilmang. Biror ish qilmang. Chunki biror ishingiz yurmaydi. Biror ishingiz o'ngidan kelmaydi. Yoshlar shunga e'tibor qilmayapti-da. Ota-onasini norozi qilgan yigit hech qanday ish qilmasin deydi ulamolar. Chunki 1-2 bo'lmaydi. Va ota-onasini xizmatini qiladigan kishi ham hech ish qilmasin dedi. Alloh uni rizqini berib qo'yadi dedi. Qarang, hech ish qilmasa ham ota-onasini xizmatini qiladigan kishini rizqini Alloh berib qo'yadi. Chunki payg'ambar alayhisalom ham hadis aytayaptilar-da. Yoshlar, mana shu narsani tushunib yetishimiz kerak. Nima ish qiladigan bo'lsangiz, ota-onangizni roziligi bilan, ota-onangizni duosi bilan qiling. Sizga boshqa olimni ham, avliyoni ham duosi kerak emas. Birinchi ota-onani duosini oling. Undan ko'ra sizga kuchli duo yo'q.